Bismillahirrohmanirrohim. Savol beribdilar. Savolni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, soxta pullar bilan ish qilish joizmi degan masala bo'lyapti. Soxta pullar bilan shularni masalan ba'zi magazinlarga shunga o'xshagan joyga o'tkazib yuborishadi. Shu joizmi? Aslida kofir bo'lsin, musulmon bo'lsin, insonlarning mollarini hukmini bilib olishimiz kerak biz. Musulmonning moli haromlikda shubha yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, la yahillu malu imrin muslimin illa bi tibin min nafsi. Musulmonman degan kishining moli ko'nglidan chiqarib bermasa hech qachon halol emas. Bunda shubha yo'q. Lekin hozir kofirlar haqida savol ketyapti. Kofirlarda haqqi, ya'ni umumiy insonlarda haqqi, molini haqqi, hurmati bormi yo'qmi? Shariatga qarasak bunda ikki xil dalillar bor. Bor deganiga o'xshab ham ko'rinadi, yo'q deganga o'xshab ham ko'rinadi. Aslida bular o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q. Bir-biriga muvofiq bo'lgan oyat hadislar. Masalan, Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi: "Vaylul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nas yastawfun va idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun." Tarozidan urib qoluvchilarning holiga voy bo'lsin degan. Tarozidan urib qoluvchilarning holiga voy bo'lsin. Ularki agar odamlardan idaktar alannas yastawfun, odamlardan o'lchab olsa to'liq qilib olib oladi o'zining haqqini. Ya'ni u agar sotib oluvchi bo'lsa, u xaridor bo'lsa, zarracha haqqini qoldirmay oladi. Va idza kaluhum awazanuhum, agar ularga sotayotgan bo'lsa u yoki ularga o'lchab beruvchi bo'lsa, urib qoladi. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga tarozidan uruvchilarga voyil bo'lsin demadi. Odamlarga deyapti. Oyatning zohiridan mu'minmi, kofirmi firibgarlik qilish bir insonga nisbatan harommi? Firibgarlik yo'li bilan uni haqqini yeyish mu'minmi, kofirmi? Bunaqangi ayyorlik yo'li bilan, bunaqangi pismiqlik yo'li bilan uni haqqini yeyish musulmonmi, kofirmi haromligiga ana shu oyat dalil bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo oyatda, boshqa oyatlarda yakuluna amwalan nas bil batil degan. Odamlarning mollarini botil yo'l bilan yeyuvchilar deb sifatlagan. Bu yerda ham mu'minlarning mollarini yeyuvchilar deb qaytlamagan. Odamlarni deyapti. Yoki masalan payg'ambarlar keladi. Shuayb alayhisalom qavmiga keldi. Boshqa payg'ambarlar ham qavmiga kelib da'vat qilganda wa'uful kayla, tarozini to'liq qilinglar deb da'vat qilardi. Hammasi asliga mushrik edi ular. Lekin nimaga tarozini urmanglar deb da'vat qilyapti? O'shani ham birovning ustida birovning haqqi borligi uchun. Demak, asli kofirning haqqi, hurmati ham, molining haqqi, hurmati ham bor. Illo buni shariat bizga ikki yo'l bilangina ularning haq hurmatini yo'q dedi. Birinchisi g'animat, ikkinchisi fay. G'animat degani biz kofirga urush qilib boramiz. Pismiqlanib emas. Haqiqiy urush qilib boramiz. O'ldirib ularni ustiga hukmron bo'lib, ularni erkaklarini o'ldirilsa o'ldirilib yoki qul qilinsa qul qilinib, ayollarining cho'ri qilinib, ularning mollarini g'animat qilinadi. Ularning mol-mulklarini jang bilan g'animat qilinadi. Bu mardona uslub bu, ya'ni. Pismiqlik uslubi bilan bo'lmaydi bu ish. Hozirgi kunda men kirib g'animat qilib chiqyapman deb bir narsalarni yeb chiqayotganlar, supermarketlarga kirib g'animat qilaman deb bir kiyimlarni nima qilib chiqadiganlar, bular g'animat deyilmaydi. Ya'ni bu insonda g'animat kuch bilan, quvvat bilan, tamkin bilan bayroq ostida bo'lishligi kerak. Ikkinchidan g'animat uchun baytul molga topshirish kerak. Hammasini yeb ketavermaydi g'animatni olib. U g'ulul deyiladi. Ya'ni o'g'irlik deyiladi. Ikkinchi yo'li kofirlarning molini olishlikdi. U ham shunday urush qilib boriladi. Ularga do'q-po'pisa qilib, ular shunda urushmasdan mol dunyosini hammasini tashlab qochadi. Mana buni fay deyiladi. Ya'ni biz unga hech kuch ishlatmadik, kuch ishlatamiz deb tursak, o'zlari tashlab qochdi. Mana buni fay deyiladi. Lekin ikkala holatda ham biz bu yerda mardona, izzat bilan olinyapti. Bu pismiqlik bilan, aldoqchilik bilan, firibgarlik bilan olinayotganligi yo'q. Shuning uchun yuqorida aytganimizdek oyat hadislar o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q.
mana kofirlarni molini g'animat qildi deb bir oyatda yoki boshqa oyatda mana ularni haqqini ijozat berdi deyilmaydi. Shuning uchun bu narsada ularni mollarini suiiste'mol qilinmaydi. Ya'ni ularni bu mollarini, pullarini yoki boshqasini inson shaxsiy manfaati uchun shunaqangi firibgarlik yo'li bilan iste'mol qilmaydi. Illo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek al-harbu xada'a deganlar. Jang hiyladan iborat. Shu ma'noni olib bizga nisbatan masalan Rossiya hozir haqiqiy muharrab davlat, darul kufr. Musulmonlarga eng qattiq ziyon yetayotgan dushman bizga. O'sha dushmanni iqtisodini sindirish uchun umumiy musulmonlar foydasi uchun qilinsa va bundan kelingan mablag'lar g'animat tarzida baytul molga topshiriladi va bu bir bayroq ostida qilinadi. Bir amirlar buyrug'i ostida, ularning bir yo'nalishi ostida qilinadi va insonlar shunda qilayotgan bu ishi bilan zarar foydasini o'lchaydi. Foyda qilaman deb o'ziga zarar qilib qo'ymaydi. O'shanaqa holatlar inobatga olib qilinsagina joiz bo'ladi. Lekin har kim shaxsiy manfaati uchun kelib olib bu narsalarni qilishligi nojoiz. Allohu a'lam.